Men buyuk amirman. Yaxshi choyingizdan bering. Shu sizning yaxshi choyingizmi? Qanday xushbo'y. Bu piyola. Tatib ko'ring. Noyob barg yig'ilishi Piyola Goldning betakror hidi va ta'mini ochib beradi. Piyola esda qoladigan ta'm. Dada, siz ham choyshunosmisiz? Piyola Gold yaxshi choyning hidini saqlab qoladi. Nega endi non yerga tushganidan keyin uni 3 marta o'pib keyin yeyoramiz? Axir yerda juda ham ko'p bakteriya va viruslar bor. Bunaqa fikrlardan keyin qo'limdagi qoshiq nechta odamni og'ziga kirib chiqqani haqida o'ylab qoldim. Mana bu piyolachi. Hammaga salom. Bu Abdullajon. Do'stlar, bilasizlarmi? Sizlar uyda bir o'zim o'tiribman deb o'ylagan paytingizda ham aslida hech qachon yolg'iz bo'lmaysiz. Men hozir sizlarga uy hayvoningiz, kuchugingiz, mushugingiz yoki shunga o'xshagan boshqa jonzotlaringiz haqida gapirayotganim yo'q, balki bizani o'rab olgan, balki shu videoni siz bilan birgalikda tomosha qilayotgan mikro jonzotlar haqida gapiryapman. Bakteriyalar va viruslar. Bakteriya va viruslar muzlik davrini mamantlar hamda dinozavrlarni ko'rishgan. Ular ortiqcha qiyinchiliksiz issiqlik va sovuqlikka chiday olishadi va undan tashqari agarda yer sharida kislorod yo'q bo'lib qolsa ham ular yashab qolishi mumkin. Ularning aksari inson hayotiga yuqori xavf solmaydi, hattoki ba'zilari foydali hisoblanadi, lekin ba'zilari insonni qurbon qilishi ham mumkin. Yuqoridagi gaplarimiz sizga juda ham oddiy tuyulishi mumkin, lekin siz ana shu organizmlarni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rganingizdan keyin vaziyatga nisbatan qarashingiz 180 gradusga o'zgarishi tayin. Ha, vaziyat 360 ga emas, balki 180 gradusga o'zgaradi. Bugun siz bilan birgalikda hech kim qochib qutula olmaydigan, hattoki siz, qo'shningiz, hattoki Donald Tramp ham qochib qutula olmaydigan mikroorganizmlar olamini birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu sababli videoga like bosib qo'ying, sahifaga obuna bo'ling va ilm-fan shaydolari safiga qo'shiling. Boshladik. Bu mikroorganizmlarni o'rganish uchun biz odamlar eng ko'p boradigan joylarga borishga va odamlar eng ko'p qo'lida ushlaydigan narsalardan bakteriyalarni qidirishga qaror qildik. Mikroblar bizani o'rab olgan bo'lsa ham, aslida ularni qo'lga kiritish unchalik ham oson ish emas. Bu ishda bizga O'zbekiston Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya instituti yordam qo'lini cho'zdi. Bu bino ichida bizani ko'zimizga ko'rinmaydigan kichik jonzotlar, bakteriyalar, zamburug'lar va mikroblar sirlari ochiladi. Institut 1977-yilda ochilgan va hozirgi kunda mikroorganizmlar xilma-xilligini o'rganish, bakteriyalar, aktinomitsitlar, zamburug'lar, ularni biologiyasi, sistematikasi, fiziologiyasi, genetikasi bilan ishlashadi. Mikroorganizmlar yordamida fermentlar, oqsillar, vitaminlar, antibiotiklar kabi mahsulotlar ishlab chiqarishadi. Shu kungacha qishloq xo'jalik o'simliklari, chorva uchun alohida hamda oziq-ovqat uchun biologik qo'shimchalar, oshqozon ichak yaralarini bitishida, radiatsiyadan saqlanishda yordam beradigan qator mahsulotlar ishlab chiqarishgan. Mikrobiologiya instituti olimlari bizga maxsus 10 ta probirkani taqdim qilishdi. Xo'sh, biz u bilan nima qilamiz? Bu probirkalar ichiga maxsus suyuqlik solingan. Uni har qanaqa joyga tikkazsak, mikroblar shu suyuqlikka mustahkam o'rnashadi. Keyin biz uni maxsus chashkalarga ekamiz. Undan keyin bo'lsa, unga qanaqa bakteriyalar olami o'rnashib olganini bilib olamiz. Bizni namuna oladigan nuqtalar esa ekraningizda. Hozircha ko'rsatmayman. Ana endi quyidagi savolimga javob bering. Siz bir kunda telefon uchun qancha vaqt ajratasiz? Shunchaki statistika bo'limiga kirsangiz bu narsa ko'rinib turadi. Masalan, menda 5 soat u 54 daqiqa smartfon uchun ajratiladi bir kunda. Bu menimcha juda ham ko'p. Hozir hammani qo'lida telefon bor. Bir kunda bo'lsa odam 4 soat vaqtini telefon uchun ajratib, unga kun davomida 58 martadan ko'p qarar ekan. Agarda buni 24 soatga chaqirgan bo'lsak, har 15 daqiqada bitta qarash degani. Bizni smartfonlarga shu darajada mukkasidan ketganimizdan birinchi namunani men aynan o'zimni telefonimdan olishga qaror qildim.
Tayyor. Ana endi telefonimda qanaqa bakteriyalar olami borligini ham bilib olamiz. 1000 so'mlik, taxminan 2022-yildan beri menda yuribdi va unda qancha mikroblar bor hozir ko'rib chiqamiz. Keyin bo'lsa 40-yildan beri olib yurgan 1000 so'mlik pulim oldimda bor edi. Ikkinchi namunani aynan undan olishga qaror qildim. Chunki puldan absolut hamma foydalanadi. Unda qancha mikrob bo'lishi menga juda ham qiziq. Bilasizmi, Toshkent metropolitenidan bir kunda 700 mingta odam foydalanar ekan. Agarda buni 1 yilgacha qilgan bo'lsak, 170 millionta odam Toshkent metrosida harakatlanadi degani. O'zi salkam 40 millionta bo'lsa, 170 millionta qayerdan keldi degan savol sizni ham qiynamayaptimi? Mayli, jiddiylashamiz. Xullas, birinchi lokatsiyamiz Toshkent metropoliteni. Birinchi bo'lib metroning eshigidan namuna olishga qaror qildik. Odamlar meni qilayotgan ishimga shunaqangi g'alati qarashdiki, Ama nima qilyapti bu? Ye. lekin ilm fan uchun ularga e'tibor ham berganim yo'q. Metroning eshigidan bitta bor. Ikkinchi namuna bo'lsa eskalatordagi rezina bo'ldi. Uni hamma ushlashiga ishonchim komil. Tayyor. O'rtoqlar, hozirlar bilan birgalikda mikroblarga oid bo'lgan bitta afsona, mifni ko'rib chiqamiz. Unga ko'ra, bunaqa gap bor. Agarda biror bitta obyekt yerga tushib ketadigan bo'lsa, 5 sekund ichida unga hech qanaqa mikrob teginmaydi degan shunaqa gap yuradi. Xo'sh, bu faktmi yoki yo'q, buni sinab ko'ramiz. Buning uchun mana non 2 ga bo'ldik. O'ng qo'ldagisini tashlamaymiz, chap qo'ldagisini bo'lsa tashlab yuboramiz. Go'mi? Tashlayvering. O'rtoqlar, alohida bitta narsani inobatga olinglar. Biz uvolgarchilikka qarshimiz. Shunchaki eksperiment uchun bu narsani o'tkazibmiz. Keyin bo'lsa Toshkentning eng ko'p odam yig'iladigan nuqtalardan bittasiga bordik. Aslida Magic City'ga bormoqchi edik, lekin uni o'ylaganimda, meni xayolimda mana bu musiqa bo'ldi. O'rtoqlar, qo'limizda eng oxirgi probelka turibdi va biz bunga hozir odamlar eng ko'p foydalanadigan nuqtalardan bittasi lift tugmachasidan namuna olamiz. Ketdik. Tayyor. Ketdik. Oxirgi lokatsiyamiz bo'lsa bu hojatxona. To'g'risi, hojatxonaning o'sha o'rindiq qismiga yuzim bilan bunchalik yaqin kelaman deb hech qachon o'ylamagan edim. Shu sababli qilayotgan mehnatimiz uchun bitta like bosib qo'ying. Belgilangan hamma lokatsiya va obyektlardan namunalarni oldik va kechga yaqin mikrobiologiya institutiga borib, hamma namunalarni Abdulaziz akaga topshirdik. Bu yerda Abdulaziz aka menga yig'ib kelgan mikroblarimni o'zingiz ham ekishingiz mumkin deb taklif berdilar. O'tgan sonda o'z ko'zlarim bilan Saturnni ko'rgan edim. Bu sonda bo'lsa o'z qo'llarim bilan mikroblarni yetishtirishda qatnashyapman. Hayotim qiziq o'tyapti, men sizga aytsam. Endi bo'lsa asosiy savol: keyingi jarayon qanaqa kechadi? Biz yig'ib kelgan mikroblarni maxsus idishlar ichidagi plazmalarga ekib chiqamiz. Eng kamida 48 soat yoki undan ko'proq vaqtda undan mikroblar va zamburug'lar o'sib chiqadi. Va biz qaysi obyekt yoki lokatsiyada mikroblar, bakteriyalar ko'proq bo'lishini bilib olishimiz mumkin. Siz bo'lsa biz ana shunaqa ilm fan uchun qilayotgan kontentimizni qo'llab-quvvatlash uchun shunchaki like bosib sahifamizga obuna bo'lsangiz bas. Yana bir marta eslatdimmi? Undan tashqari izohlar bo'limida qaysi namunadan ko'proq mikrob chiqishini ham taxmin qilishingiz mumkin. Xo'sh do'stlar, biz kutgan onlar yetib keldi. Biz barcha natijalarni qo'lga kiritdik va sizlarga ana shu natijalarni hit parad, xuddi musiqali hit parad ko'rinishida taqdim qilamiz. Biz 7 ta namuna olgandik va 7-o'rinni e'lon qilamiz. 7-o'rin pul
buni qarangki, odamlar faol tarzda foydalanadigan puldan biza xohlagan darajada ko'p tarzda bakteriya chiqqani yo'q. Lekin buni o'ziga xos sababi bor. Ilm fanda ehtimollar nazariyasi nomli tushuncha bor. Unga ko'ra, olim agarda qanaqadir tajriba o'tkazayotgan bo'lsa, unga ayon bo'lmagan faktor tufayli uni tajribasi u kutmagan natijani berishi mumkin. Ya'ni ming so'mlik pul bilan ham xuddi shunaqa hodisa ro'y berdi. Lekin bir narsani unutmang. Pul baribir dunyodagi eng iflos narsalardan bittasi hisoblanadi. Har qanaqa ma'noda. 6-o'rin, yerga tushgan non. Demak, yerga tushgan nonni 5 soniya ichida olishga ulgursangiz, unga bakteriya tushmaydi degan fakt bu shunchaki yolg'on. Buni yaqqol o'z ko'zlaringiz bilan ko'rib turibsiz. 5 va 4-o'rinlarni esa mamnuniyat bilan metro rezinkasi va tutqichlariga beramiz. Odamlar metrodagi bu obyektlardan faol tarzda foydalanishsa-da, lekin metropoliten xodimlar, ya'ni sanitarlar ularni juda ham yaxshi tozalashar ekan. Ularga alohida respekt. Endi esa top 3talik. 3-o'rin lift tugmachasi. Natijani ko'rib shuni tushunib yetdimki, endi tashqaridagi har qanaqa lift tugmasini bosayotganda unga umuman boshqacha nazar bilan qarayman. Doim qo'limda flashli salfetka bo'ladi. 2-o'rin tualet o'tirg'ichi. Tasavvur qilyapsizmi? Biz shuncha paytdan beri qanchadan qancha bakteriyalar ustida o'tirganmiz. 1-o'rinda bo'lsa o'zimning smartfonim. Undan minglab bakteriyalar chiqdi. Bir narsani alohida tan olishim kerak. Men ularni juda ham aktiv tozalamayman. Menimcha uni foydasi yo'q. Lekin bugungi ko'rsatuvimiz sizga foydali bo'ldi degan umidimiz bor. Chunki siz bu ko'rsatuvimizni ko'rgan holatda qaysi hududda qanaqa bakteriya va viruslar borligini bilib oldingiz. Lekin bitta narsani alohida inobatga oling. Bugun ko'rsatuvimizni ko'rib, voy, bizning atrofimizni bakteriya va viruslar egallab olgan ekan-ku deb shok holatiga tushmang. Chunki bu bakteriya va viruslar bizdan avval million milliard yil ham bo'lgan va bizdan million milliard yil keyin ham bo'ladi. Agarda chindan ham o'zingizdan xavotir olgan bo'lsangiz, shunchaki gigiyenik vositalarni ishlatishda faolroq bo'ling, bu narsalarni ozgina kuchaytiring. Lekin baribir buni juda ham jiddiy ta'siri bo'lmaydi. Shu o'rinda natijalardan kelib chiqib, o'zim ham bu narsalarni kuchaytirishim kerak. Biz kichik loyihamiz orqali sizga ulkan ma'lumotlarni berishga harakat qildik. Kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, ilm fan shaytonlar.